Davom etamiz. Oltiariq tumanidagi Azimobod mahallasida aholi bandligini ta'minlash, tomorqa xo'jaligini rivojlantirish borasida olib borilgan tizimli ishlar o'z samarasini bermoqda. Erishilgan yutuqlar mahallaning respublika miqyosida e'tirof etilishiga sabab bo'ldi. Oltiariq tumanidagi Azimobod mahalla fuqarolar yig'inida bugun 1012 ta xonadonda 6100 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallada ishsizlik masalasi to'liq hal etilgan. Asosiy driver sohalar uzumchilik va sabzavotchilik. Har yili g'alladan bo'shagan yer maydonlariga sabzi ekilib, samarali hosil olinmoqda. Ishsiz fuqarolar ushbu sohalarga va boshqa yo'nalishlarga ustoz shogird tizimi asosida biriktirilishi natijasida mahallada ishsizlar qolmadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish samaradorligini oshirish maqsadida hududdan o'tgan ariqlarning 8 kilometri betonlashtirildi. Bu ayniqsa driver soha hisoblangan sabzi yetishtirishda ijobiy natijalar berdi. Mahallada uzumchilik ham yil davomida daromad manbaiga aylangan. Hosil mavsumida yig'ilgan uzumlar saqlovga olinib, keyinchalik sotuvga chiqariladi. Buni Begimqulovlar oilasi misolida yaqqol ko'rish mumkin. 20 sotik bog'imizdan 800 yashiq uzum uzdik. Hammasini saqlashga qaror qildik. Mart oylarigacha xudo xolasa olib borishga harakat qilamiz. Shu xalqimiz dasturxoniga tortishga harakat qilamiz. Azimobod bugun jinoyatchilikdan xoli hudud sifatida e'tirof etilmoqda. Homiylik mablag'lari hisobidan mahalla ko'chalariga salkam 45 million so'mlik kuzatuv kameralari o'rnatildi. Tashabbusli byudjet doirasida g'alabalar qo'lga kiritilib, qishloqdagi 12 kilometr ichki ko'chalar asfaltlandi. Shuningdek, tadbirkorlar, fermerlar va faollar homiyligida bog'cha hamda maktablarga qo'shimcha binolar qurildi. 6,5 milliard so'm evaziga 360 o'rinlik bog'cha bitkazdik. 67 kun deganda bog'chani bitirib foydalanishga topshirdik. Natijada qishlog'imizda bog'chaga qamralmagan bolalar qolmadi, 100% qamrab olindi. Bundan keyin 260 o'rinlik 2 etajlik 2 qavatli maktab binosini qurib bitkazdik. Natijada 2 smenada o'qiyotgan o'quvchilarimiz 1 smenada o'qishga ta'minlandi. Qo'lga kiritilgan ana shu yutuqlar evaziga Azimobod mahallasi Obod xonadon, Obod ko'cha, Obod mahalla respublika ko'rik tanlovining Obod mahalla nominatsiyasida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, Damas avtomashinasi bilan taqdirlandi. Qilingan bu ishlar hammasi yaratib berilgan sharoitlardan kelib chiqib qolaversa, xalqimizda bir ahilligi, hammamizda bir yon, bir tan bo'lib harakat qilganligimiz natijasida shu natijalarga erishdik deb o'ylayman. Yettiligimiz bilan kelishib, ko'cha faollari bilan kelishib, mana hozirgi kunda Katta Farg'ona kanalidan 1 kuba sig'imga ega bo'ladigan katta latogari qilib kelyapmiz. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oy ichida buni qilib topshirsak, 120 o'rinlik shahardagi sharoitlardan kam bo'lmagan holatdagi shifoxonani shu yerga Azimobod qishlog'iga qurib bitkazmoqchimiz. Bundan tashqari yoshlar uchun sport inshooti